Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Mana shu ko'rib turgan chiroyli tayyor remont holatidagi 3 xonali townhouse'imizni 2 xonali kvartirani puliga berib yuboramiz. Zo'r qurilgan, pishirishdan qurilgan, lokatsiyasi ham yaxshi. Birinchi o'rinda atrofi muhitlarini ko'rsatib o'tib ketdik. Mana ko'chalar, ko'pchilik kottejlarda tupik ko'chalar bo'lib qoladi, keyin yo'l yuzi bo'lib qoladi. Prям yo'l yuzi bilasizlar, chang bo'ladi, tupik ko'chalar yoqmaydi, mashina kirib chiqish qiyin bo'ladi. Bu townhouse'imizning oldiga mana mashinalarni bemalol qo'yib qo'yaverasizlar. Ikkita mashina turibdi. Celi uyimizda, undan tashqari mana bu uyimizning alohida zali tomini bitta plita bilan yopishgan. Tepadan bitta eshik ochib, terrasa qo'ysanglar bo'ladi. Quruvchi bilan gaplashuvdik, qilib beramiz. Agar xohlasanglar, klient bilan gaplashib, kelishamiz, summasini bersa yoki o'zi qo'ysin, mana shu narxda olsin degan, endi kelishib olamiz tepasi, xudo xolasa inshaalloh. Xo'p. Manzilimiz Sergeli Xonobod mahallasi. Xonobod metrosiga 550 metr yurib borsanglar, mana shu ko'chaning to'g'risiga borasizlar. Shuni uylarning orasidan metroga chiqib ketsanglar bo'ladi, Xonobod metrosiga. Agar mashinada boradigan bo'lsanglar, endi ko'chani bundoq aylanib borasizlar. 900-950 metrlar atrofida 5 metr yo'l. Umumiy aytganda maktab, bog'cha yaqin atrofida chasli maktab, chasli bog'cha bor hammasi. Xo'p, uyimizga kirdik. Uyimizga kirganimizda bizani shunaqa kengina xo'limizni kutib oladi. Xohlasanglar xo'lni mana bu devor qilib ajratib olsanglar bo'ladi, lekin yo'q. Xo'l bo'lgani yaxshi. Quruvchilarimiz bittagina xatolikka yo'l qo'yishgan. Endi meni ko'zimda endi ularga nima qilmaymiz. Mana zinam tagini xohlasanglar kladovka qilib foydalansanglar bo'ladi. Bemalol. Endi esa uyimizni mana oshxonasidan boshlaymiz. Men bo'lganimda oshxonani bu yerda endi quruvchi shu yerdan qilgan va hojatxonani ham shu yerdan qilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, dushovoy, hojatxona. Bu yoq taraf endi umumiy sistemalar, uy to'pi pol polisi. Men bo'lganimda endi hojatxonani oshxonadan qilish noto'g'ri bo'lib qolgan. Shu sababdan shunday oshxonani olardimda, shunday kiraverish holga qo'yar edim. Mana shu holni oshxona qilib o'tiradigan joy bu yoq tarafda bo'lsa, shuni ko'rsingda. Bolalar xonasiga mo'ljallar edim. Katyollar, kontrollarning joyini shunday shkop bilan yopib yuborar edim. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu qiladigan ishim to'g'ri bo'ladimi? Xullas, keyingi xonamizda uyimizning zali. Uyimizning zalini ko'rishingiz mumkin, tayyor holatda. Kiyim bilan kelasizlar, ko'chib kirib yashaysizlar. Lyustralar qilib qo'yilgan. 120 kvadrat. Kvadrat metrga chaqsanglar ham o'rtacha hech qanchadan ham tushmaydi. 58 mingni 120 ga bo'lib yuboringda, 2 xonaning puli normalmi? Uyimizning narxini aytib qo'ydimmi? Uyimizning narxi 58 ming dollar. Xullas, ikkinchi etajga chiqamiz. Boya aytdim, terrasaga eshik ochsanglar bo'ladi deb, imенно shunga sharoit tashlab ketilgan. Вот, mana shundan bitta eshikni ochsanglar, beton plita bilan yopilgan tomda, bemalol terrasaga joyinglar bo'ladi. Agar endi quruvchi mana shundan eshik ochib, terrasa qiladigan bo'lsa, uyi tan narxi o'rtacha 70-75 ming atrofida bo'lar edi, lekin siz 58 mingga olib, hech qanaqa ko'p rasxod qilmaysiz. Tom yopishga yo'q, bir 500 ming dollar pul ketar, balkim. Xo'p, ikkinchi etaj. Umumiy roditelskiy spalnimiz kengligini qaranglar. Bitta like bosib qo'yamiz. Videoyimizning shu joyida aytib o'tishim kerak. Mana shu ko'rib turgan yangi bizning Telegram kanal bo'ladi. Imенно shunaqa townhouse'lar, narxi chiroyli kottejlar, 1 yillik rasurchiga bo'lib to'lanadigan kottejlar, hovlilarni mana shu Telegram kanalda reklama qilamiz. O'tib olinglar. Ikkita Telegram kanalimizda bor edi. Bittasida постоянный kvartiralar, ikkinchisida mana shunaqa hovlilarni reklama qilamiz akalar. Like bosib qo'yinglar. YouTube kanalimiz endi universal kvartira ham, kottejda hovlilar ham ketaveradi. Uyimizning ikkinchi etaj sanuzeli, ikkinchi etajimiz ham polisi cho'pli pol. Xullas, hozir sizlarga bitta savol bermoqchiman. Mana shu kottejimiz 58 ming dollarga arziydimi? Arziydi akalar. 08 sotuga qurilgan. 120 kvadrat, 2 xonali kvartirani puliga 58 ming dollarga 2 xonali kvartira beradi to'g'risi. 3 xonali konkretniy uy olyapsiz. Lokatsiyasi ham mana ko'rib turganingizdek yaxshi holatda. Narxini ham yaxshi chiqardik degan umiddaman. Uy egasi misol 65 ming dollar turadi. 58 ming naqd pulga savdo qilamiz. Kelib, sразу bosib o'rsanglar bo'ladi. Xudo xolisa bugun erta baraka qo'ramiz. Kuzatishda davom etinglar. Pastda raqamlar mavjud. Telefon qilib kelaverasizlar. Xudo xolisa o'zimiz shu yerdamiz inshaalloh.